Yurib turibsiz. Gapiryapsiz. Ishlayapsiz. Shu holat o'z-o'zidan bo'layotgandek tuyuladi. To bir kun hammasi to'xtamaguncha. Shunda tushunasiz, hayot bu rejalar emas, imkon. Sog'liq bu kafolat emas, balki omonat ekanligini. Va bu film ayni shu haqiqatni eslatish uchun yaratilgan. Poytaxtdan Farg'onaga qarab yurar ekanmiz. Ijodiy jamoamiz bir gapni yana va yana takrorlardi. Biz uddaladik. Allohning izni bilan yana bir inson faol hayotga qaytdi. Og'riqlarsiz yashash, orzu va maqsad sari bemalol yurish imkoniga ega bo'ldi. Bu safar ham biz kimningdir umidiga qanot bo'ldik. Bugungi qahramonimiz 55 yoshli O'lmasxon opa. U tanasidagi 5 ta disk cho'rasi, ya'ni og'ir grija kasalligi va 2 darajali ko'ksartroz, oyoq harakatlarini butkul cheklovchi dard bilan kurashdi. U ortga chekilmadi, og'riqdan o'ksinmadi, kurashdi va g'alaba qildi. Biz esa bu yutuq ortidagi asl hikoyani eshitish, uning yuragidagi so'zlarni tinglash uchun suhbatga chorladik. Men Yo'ldosh O'lmasxon 1970-yil 2-aprelda tug'ilganman. Kooperativniy Farg'onadagi kooperativniy texnikumda buxgalteriya fakultetini bitirdim. 3 oy ishlab, keyin turmushga chiqdim. Turmush o'rtog'im harbiy. 94-yil o'g'lim kurash tushib o'ynayotganda qo'lini sindirib oldi. Mana shu nimasidan sindirdi. Kechqurun biz keyin ekstreni o'zimiz Farg'onadagi больницаga olib bordik. Sraz operatsiyaga olib kirib ketishdi. Operatsiyadan chiqqandan keyin faqat mana shu qon edi, obxodga kirishganda men o'g'limning qo'li yaxshi bo'lmayapti, qonayapti desam, ishtama bo'lmaydi, bu o'zini nimasi, istima qiladi, faqat dori berishadi. 3 kundan keyin o'sha operatsiya qilgan vrach bozor kuni edi. Ko'yniga bir nima bo'lganmi, ko'rgani kelgan. Ko'rgani kelib qo'lini ko'rganda mana qo'llar gematoma bo'lib ko'karib ketgan. Keyin doktorlar o'zlari nimaga tushib qolishib, gipsni qirqishib, mendan nima yozib berasdi deyishdi. 2-operatsiyaga olib kirib ketishdi. Nervlar уже qisilib qolgan ekanda, gips qisib qo'ygan. 2-operatsiyaga olib kirib ketish 12 soatda chiqdi hali o'g'lim. 2 spitsa qo'yishgan, spitsani olishdi. Manet bunday ochiq. Manet ochiq. 3 ta joyda ochishgan. 12 soatda operatsiyadan chiqdi. Operatsiyadan chiqqandan keyin hali nimada endi больницада 1 oy yotdik. Kichkina bo'lib qolgan o'g'lim hali nima, qon ko'p ketadi. 1 oy yotdik. 1 oyning ichida men endi hali bolamni ko'rib, endi nima bo'lgancha bo'ldim. Nimaga perevazga olib kirib ketishadi, meni olib kirishmaydi. Oxiri o'zim kirdim. Nima bo'lib kirsam, mana qo'llar ochiq, tikilmagan. May oyi edi. Issiq, bunaqa joylar tikilmagan, ochiq. Hali qo'lini ko'rib men hushimdan ketib qoldim hali joyda больницада. Ashuna bo'lib, mana maytdagi mana uncha suydi, hali yiring bo'lib nima qilgan, olib tashlashgan. Hozir endi buni qo'l bunaqa bo'lmaydi. Bunday bo'lib qolgan qo'li. Hozir u o'g'lim endi uni farzandim boqqisi o'sha o'g'limi qizi. Keyin nima bo'ldi, больницаlardan chiqdik, Toshkentga olib ketdik o'zimiz. Toshkentga olib borib, dadasi Toshkentda 2 marta operatsiya qildirdi. Qo'l yo'qda endi. Kichkina qo'l, chaqaloqlar qo'li qanaqa, o'shuna bo'lib tevaga chiqib ketdi hali qo'l. 2 marta Toshkentda qildirdik, baribir endi effekt bo'ldi, oz perevazkaga olib boramiz. Hali bolam endi yig'laydi, hali karis xotin qiladi. Qo'l bunday bo'lgan bo'lsa, qo'lni mana shunaqasiga tortib operatsiya nima qiladi. Massaj qiladi, dadasi oyog'idan ushlaydi, men bo'ynida endi yig'laganiga endi ona qanaqa bo'ladi, bolangiz yig'lab tursa. Ashna bo'lib qo'llari nima bo'ldi, endi uncha nima bo'lmadi. Keyin biz harakat qilib, shu Germaniyadan nimalar kelgan, doktorlar kelganda eshitib qolib bordik. Endi har qatdan nimadan O'zbekiston bo'yicha 7 ta bolani Germaniyaga olib ketishyapti. Endi haligi bolalarning ichida meni o'g'limni kasali bilinmaydi-da. Haligilar ko'rsangiz endi nima, dedi, meni o'g'limni kasali nima, xudo xolisa yaxshi bo'lib ketadi deb biz keldik. Keldik, bir haftadan keyin telefon qilishyapti. Уже nervlar qurib bo'lgan, iloji yo'q deb jo'natib yuborishdi. Keldi, ana siqilish, yana siqilib. Ana shu grijam, mana shu o'g'limni
qo'li sinib o'shani orqasidan man grija bo'lib qoldim. Endi bu nervdan ham bo'lar ekanda, men bo'lmasam yengil hayotda yashaganman-da. Harbiy xo'jayinim, og'ir ish qilmayman, domda o'tiramiz, kelguncha ovqatlar qilib o'tiraman, ishlamayman hech qayerda. O'g'illarimga qarab o'tiraman. Ish yo'q. Men bir nima qilmaganman. Shu nervdan ham bo'lar ekanda. Keyin doktorlar, "Men shunaqa hayotim" deb doktorlarga aytib berganman. Bu nervdan deyishgan. Meni bolam shunaqa bo'lgan. Ko'p siqilganman dedim. Nervdan bo'lgan bu 3 ta grija orqamda. Shu keyin o'zimizni Farg'onada yotdim doktorda. Davolashdi. 10 kun yotdim. Bo'ynimni osishadi, belimni kravatga yotqizib tortishadi. Yaxshi bo'lmayapman-da, o'sha borgan sari o'sha yura olmay qoldim. 10 kun deganda xo'jayinim mashinaga solib olib keldi. Keyin bo'ynim, qo'lim og'ridi. Qo'limga tushsam, tomografiyaga tushsam, bo'yningizda ham bor. Shu o'g'limdan keyin o'sha uyda siqilib qoldim, bolalar orqasidan qarayman, nima qilaman. Keyin bitta ish topmasam bo'lmaydi deb, men shu bozorga Optimda, Farg'onada Optimga ishga kirib ketdim. Shu yerda ishlab yurdim. Ishim yaxshi, nima. Kichkinagina nimasi bor edi, engishib o'tib kirib chiqardim-da. Bir kuni shu engishayotganimda belim ushlab qoldi-da. Zo'rg'a mashinaga solib olib kelishdi uyga. Undan keyin mana nimalar, pandemiya bo'ldi. Ungacha ishlab yurdim pandemiyada. O'sha kasal bo'lgandan keyin o'g'lim, "Aya, bo'ldi, endi ishlamay qo'ying, o'tiring" dedi. Keyin shu ko'p engishib gulni yaxshi ko'raman-da, gul ko'taraman. Uni nimalarni ko'taraman. Og'ir narsa ko'tarsam o'g'illarim so'kadi. "Siz shu grija, shu sizni nimangizdan bo'ldi. Og'ir narsa ko'taraverasiz, so'kishadi o'g'illarim." Keyin bir kuni namoz o'qiyotdim. Men shuni engashganimda, men shu nima qo'ymichim ushlab qoldi. Tura olmayman-da, zo'rg'a men shunday yotib oldim. Shu bo'yicha tura olmadim, oyog'im og'rib. Yura olmadim. Qo'limni ushlab, qizim yo'q, 3 ta o'g'lim bor, 2 ta kelinim bor. Kelinlarim olib boradi, nimaga olib borishadi, olib kelishadi. Bir hafta shunaqa qilib yotdim. 2 aprel tug'ilgan kunim edi. Opam, katta opam Somali soldi. Endi mashinaga solib olib borishdi, tug'ilgan kunim o'sha yerda o'tkazishdi, yura olmayman. Maza qilib o'ynayapman, yotib tomosha qildim. Shundan keyin keldik, uyga keldim, o'sha bir hafta yotdim. Hech oyoqqa turganimdan keyin doktorga olib borishdi. Farg'onaga bordik, xususiy klinikaga bordik. Nimaga olib kirishdi, doktorga olib kirishdi, ko'rib, "Men shu nima dedim, "Bolalar rentgenga tushib kelinglar" dedi. Rentgenga tushdik, o'shanaqa ko'rib, "Второй степени ko'ksartroz" dedi. Birinchisida, ikkinchisida boshlanyapti ekan dedi. Yozib berdi, lecheniyaga yozib berdi. Bordik, opani yoniga borib nima qildik? Dori, ukollar yozib berdi. Kelib ukollarni oldim, dorilar oldim. Ancha yaxshi bo'ldim. Где-то 15 kun, 20 kun yurdim yaxshi. Yurdim, уже yana qayta boshlandi. Og'riqlarim kuchayapti. Og'riq yana nima bo'ldi? O'g'limga keyin aytdimki, "Shunaqa necha desam, yo'q", o'g'lim aytdiki, "Yo'q, aya" dedi. "Vadan ko'ra boshqa nima oxtaramiz" deb. Argonni ko'rib, "Aya, men shundan zakaz qilaylikmi, ichasizmi?" dedi. "Mayli" dedim. Keyin telefon qildi o'g'lim. Telefon qildim, o'sha Ma'muraxon ko'tardi. Ma'muraxon telefonni olib biz bilan gaplashdi. "Nima bo'lgansiz, nima bo'lgan, hamma nimasini tushuntirib berdim." Telefonda gaplashdik. Keyin zakaz qildik, 2 kunda yetib keldi. Ichishni boshladim. Kechqurun ovqatdan keyin ichasiz dedi. Ichishni boshladim. Og'riqlarimga shu mazini surkadim. 10 kun bo'lyapti og'rim, nima foydasini bilmayapman. 15 kun, 20 kun deganda keyin Ma'muraxonni bezovta qilaveraman. Telefon qilaman. "Ma'muraxon, men foydasini bilmayapman." U ham, "Opa, iching, sabr qiling, bo'ladi." O'g'lim, "Aya, sabr qiling, sizga tezda nimasi bilinmaydi." 20 kun deganda qo'zg'adi. Oyog'im juda ham yomon og'riq. Yota olmayman, yon boshlasam og'riydi, baqa yon boshlasam og'riydi. Endi chidamayapman-da og'rig'iga. 28-30 kun deganda o'sha sekin-sekin og'riqlarim qoldi. Ancha og'riqlarim yaxshi bo'lib, nima bo'ldi? Ichdim. 1 oy deganda foydasini bildim. 9-oyda borib dorilar ichib bo'ldim, rentgen qilaychi dedim. Rentgenga borsam, nimada chiqmadi. Ona nimalari, qog'ozlari bor, o'qiysiz, chiqmadi. Keyin doktor yoniga olib kelib qog'ozini ko'rsatdi, unisini ko'rdi, bunisini ko'rdi. Men mana shunaqa nima ichdim, argon nimasini, mazi ham bor ekan, mazlarni surkadim. Sizga nimalar foyda qildi dedi. Shu bo'yi biz doktorga bormayman mana. O'shandan beri bezovta qilmaydi, doktorga bormayman. Mana rentgenlarim yaxshi. Bo'ynim ham, belimdagi grijam ham yaxshi. Meni ko'p odam ko'rganda men yotib qolganman-da.
ko'p odam ko'rgan, siz nimadan yaxshi bo'ldingiz, siz yotardingiz-ku, mana hozir siz zo'r bo'lib ketdingiz. Men shunaqa argon ichganman, o'sha bilan yaxshi bo'ldim deb ko'p odamga tavsiya qildim. Ammo ko'p odam ichdi. Ammo nimada ko'rishganda endi telefonda ko'rishgan, o'g'lim nimasida ko'rishib, Bekzod siz ayiz mana shunaqa nima ichibdi, qanaqa ayam yaxshi bo'lib ketdi mana shu bilan deb. O'g'lim ham ko'p o'rtoqlari ayalariga berishdi. Har qanaqa farzand shu onasi, otasi qiynalganda, misol qo'lida nima ish bo'lsa, nima ish kelsa hammasini qilishga tayyor bo'ladi-da. O'shanda ayamlar ish qilayotganlar qiynalishlari shu bitta joyda bo'lib qolib, ancha qiynalishdi. Keyin vrachlardan ham nimalarni oldik, ukollarni, nanachinalar qilib berishdi, oldik. Qandaydir vaqtinchalikka o'xshadi. Keyin men o'zi Instagramda o'sha argonni reklama qildi, ko'rardim, kommentariyalarni o'qidim. Endi o'shanda yangi nima qilayotgan paytlar edi. Keyin telefon qildik. Shu 2 kun 3 kunda olib kelib berishdi. Keyin ham ichishni boshladi. Boshida og'riqlar bo'ldi. O'sha nimasini ham o'qiganimda boshida bir hafta 10 kundan keyin og'riq bo'ladi deganlarni o'qigandim. Shunaqa bo'ladi og'riqlar. Shu ichishgandan keyin ancha yaxshi bo'ldi. Sotib oldik, mana iste'mol qilishdi, yaxshi. O'zimni boshqa tanishlarimga ham, o'rtoqlarimga ham, birga ishxonada ishlaydiganlarimga ham nima aytganman, ular ham o'sha zakaz qilishib, hozirda ichishyapti. Men уже endi invalid bo'lib qoldim shekilli, yurolmayapman-da, ikkita o'g'lim qo'limdan shu ikkalasidan ushlab olib chiqishadi, mashinaga o'tkazishadi. Bir joyga borsak, mashinada o'tkazib. Men endi уже yurolmayman ekan. Alloh, meni qizim yo'q. Men kelinlarni qo'liga nima olib bo'lmay, Alloh shifo berdi deb yig'laganman. Bir hafta yurolmaganman-da. Yurolmay, endi men shunaqa invalid bo'lib qolaman shekilli. Mana shunaqa nimalar o'tgan nimamdan. Mana shu dori nimasi bilan yaxshi bo'lib ketdim. Xudoga shukr, mana shu yerda magazin ochildi. Mana shu magazin bilan gaplashib ishga kirib ketdim. 2 gacha ishlayman. Ertalab 7 dan 2 gacha ishlayman. Ammo harakatim zo'r. Namozlarni o'qiyman, yengilman. 5 kilo oziganman. Ming marta roziman. Men ko'p odamga tavsiya qilaman shuni ichishdi. Doktorlar ham Xudoga shukr, doktorlarda ham vaqtincha yaxshi bo'ldim. Ukollar qilishadi-yu, o'zim mana shu argonga rosa ham ixlos qildim. Mana ko'ring, chiqmadi. После. Men bu kasallik bilan tomografiyani o'zingiz bilsangiz kerak, qanaqa qimmat. Lecheniyani olib borib tushiraman. Qani o'zgarish bo'ldimi? Borib tushiraman. Oxiri mana shundan keyin o'zgarishni rosa zo'r bildim. Mana o'shandan beri yangi ham tushmayman, doktorga ham bormayman. Mana shunaqa. Xudoga shukr yaxshiman. Hozir bezovta qilmaydi. 9 yildan keyin shu o'g'limdan keyin kimta qiz tug'aman deb harakat qilib o'g'il tuqqanman. O'g'lim hozir 2003-yil Koreyada. Mana o'sha nima bo'lganimda, o'g'limda ham grija bo'lganda, o'tgan ekanda. Hozir o'g'lim Koreyada o'qiyapti, 2 yil bo'ldi. Men shuni berib yuborganman. Bunisini icha olmadim. Dori ichishi juda ham qiyin edi. Mazini berib yuborganman. Aya, shu maz bilan yaxshi bo'lganman. Yana jo'nating dedi. Ikkinchi mazni ham jo'natdik. Hozir o'sha o'g'lim ham yaxshi. Bemalol o'qiydi ham, ishlaydi ham hatto. Bu meni nima kasalimdan keyin ko'p odam ichdi. Meni ko'rib, men aytayapman, yotib qolganman-da. Men qanaqa yurardim. Yotib qolgandan keyin umraga borib keldim. Hatto ishonasizmi, vobshe og'riq tugul yalang'oyoq yurdim-da. Yalang'oyoq yurdim. Vobshe og'rig'i yo'q, yengil. Xudodan shunday tiladimki, endi atga borganingizdan keyin nima 2 yil o'tgan yil mayda bor 2 yil bo'ladi. 1 yil bo'ladi men borib kelganimga. Umraga ham borib keldim. Xudoga shukr, ming marta shukr. Meni nimam mana shu argon bilan yaxshi bo'ldim. Belimda 3 ta joyimda grija, bo'ynimda 2 ta, 5 ta. Общий 5 ta ko'ks artroz. Mana shu argonni ichib, mana shu kasallarimdan qutulib, yaxshi bo'lib mana ishlab yuribman. Endi harakatim 3-o'g'limni uylash. Xudo xolasa, to'yga aytaman, to'yga kelasizlar. Sog' bo'linglar, mana shu argonni chiqarganlar, tanijoni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Qancha xalqni mana shu argon yaxshi qilyapti. Har bir insonning ichki ovozi meni bor. Hayotingizni har bir qismida u sizga dalda bo'ladi. Ich-ichingizdan sizga kuch beradi. Yolg'iz qolganingizda aynan u sizning yoningizda bo'ladi. Ayniqsa xasta bo'lganingizda qalbingizdagi bu menman, kurashaman,
va g'alaba qilaman degan ovoz sizni hayotda ushlab turadi. Barchasi sizga bog'liq. O'zingizga savol bering. Siz xastalikka qarshi kurashib, g'alaba qilishga tayyormisiz? Unda